So'nggi yillarda dunyo miqyosida, jumladan O'zbekistonda ham elektromobillar ommalashib bormoqda. Bu ayniqsa yaqqol poytaxtda Toshkent shahrida ko'zga tashlanmoqda va bugungi kunda O'zbekiston yo'llarida nafaqat xorijdan keltirilayotgan, balki o'zimizda ishlab chiqarilayotgan elektrokarlarni ko'rish mumkin. Assalomu alaykum, efirda o'zimizda tok-shousi. Assalomu alaykum. Bilasizmi, quvonarlisi bizni yurtimizda aynan o'sha elektrokarlarni ommalashishiga hukumat darajasida ham katta sa'y-harakatlar amalga oshirilib, tez yillar orasida muhim va kerakli infratuzilma yarala oldi va haqiqatdan elektrokarlar O'zbekiston yo'llarini ajralmas bir qismiga aylanib bormoqda. To'g'ri, lekin hali hamon odamlar orasida bahs-munozaralar ketmoqda. O'sha benzinda harakatlanadigan mashina yaxshimi yoki bo'lmasa elektrokarlar? Ularning afzalliklari yoki bo'lmasa bizni o'sha hayotimizga ta'siri nimalardan iborat? Bu haqda studiyamizga tashrif buyurgan ekspertlarimiz bilan suhbatlashsak va aynan bugun Turin Politexnika universitetidan mutaxassisimiz borlar. Nazarimda eng asosiy savol elektrokarlarni ekologiyamizga ta'siri. Elektromobillarni asosan ekologik ta'sirini 3 ta bosqichga bo'lamiz. Bu birinchisi ishlab chiqarish bosqichida, ikkinchisi ekspluatatsion bosqichda va uchinchisi uni utilizatsiya bosqichida. Albatta, ishlab chiqarish bosqichida elektromobillarni batareyalar ishlab chiqarishda misol uchun 1 kilovatli batareya ishlab chiqarish uchun o'rtacha 100-150 kilogramm karbon ikki oksidi hosil bo'ladi. Bu karbon izi deymiz. Asosan ekspluatatsiya davrida bu ko'rsatkich 0 ga teng. Va eng uchinchi bosqichimiz, bu qiyin bosqich, uni utilizatsiya mobaynida bo'ladi. Utilizatsiya bosqichida buni faqatgina bitta xavfi bor, agar bu professionallar tomonidan utilizatsiya qilinmasa. Agar butunlay to'g'ri reglamentga qarab ekspluatatsiya qilinadigan bo'lsa, uni hech qanaqa xavfi yo'q. Shuning uchun ham hozirgi kunda elektromobillarni endi shahar ko'chalarida harakatlanishida hech qanaqa egzoz gaz deymiz, ya'ni yonib bo'lgan gazlarni chiqarmasligi uchun nisbatan ekologik toza avtomobil hisoblanadi. Mana utilizatsiya mavzusi va umuman termini yaqin orada ommada paydo bo'la boshladi. Utilizatsiya yig'imi va hokazolar. Olganda utilizatsiya nimaga kerak degan odamlarni ham fikrini eshityapmiz. Tajribga kelyapmiz. O'zi litiy batareyasi yoki deylik o'sha litiy batareyalari ishdan chiqqanidan so'ng, o'z resursini ishlab tamom qilganidan so'ng, uni utilizatsiya qilish jarayoni qanday kechadi? Qanchalar xavfsiz ertaga? Tushunarli. Elektromobillar batareyasini utilizatsiya qilishda asosan hozirgi kunda 3 ta usuldan foydalaniladi. Birinchisi bu pirametallurgiya, ya'ni bu yerda elektromobillar batareyasini yuqori haroratlarda qizdirib, unda mana bu kobalt, anod, litiylarni qayta ishlansa, olinsa. Ikkinchisi gidrometallurgiya deyiladi. Bunda shu batareyalarni kimyoviy eritmalar bilan qayta ishlanadi va uchinchisi direct recycle deydi yoki to'g'ridan to'g'ri qayta ishlash. Bu hozirgi kundagi eng ommaviy va ustuvor yo'nalishlardan biri hisoblanadi, chunki bu yo'nalishda 95% gacha mana shu anodlarni, katodlarni qayta tiklash imkoniyati mavjud bo'lib turib, keyinchalik mana shu hozirda Amerika va Yevropa davlatlarida bu usul ko'p qo'llanilyapti. Mana shu usulni rivojlantirish ekologiya uchun eng xavfsiz usul hisoblanadi. Demak, elektromobillarning umumiy ulushi keskin oshsa, bu ekologiyaga ijobiy o'zgarishlar olib keladi desak bo'ladimi? Albatta, agar masalan shahar sharoitida benzinli yoki dizelli, ichki yonli dvigatelli yoki elektromobillarni ko'radigan bo'lsak, mana shu aytaylik benzinli avtomobil 1 litr yonilg'isidan 2,5 kilogramm karbon dioksid chiqaradi. Elektromobilda bu ko'rsatkich 0 ga teng. Agar biz mana shu shahar avtomobillarini to'liq elektromobillarga o'tkazadigan bo'lsak, ekologiyani lokal va global ravishda biz uni tozalashimiz mumkin. Lokal ravishda deganda bu 6 oydan 2 yilgacha va global deganimiz bu 2 yildan 3 yilgacha bo'lgan muddatda shahar ekologiyasini ancha tozalashga erishish mumkin. Nazarimda bu yerda bilasizmi, yuqoridagi bir ko'rsatuvimizda shunday bir achchiq bilan bir mutaxassis aytgandilarki, to'g'ri, elektromobillar chiqdi, hammasi zo'r, siz aytayotgan o'sha ko'rsatkichlar tushdi, ya'ni ekologik zaharlanish ko'rsatkichlari, lekin elektromobilni zaryadlash uchun elektrni qayerdan olyapmiz? Deylik, u bo'lishi mumkin gidroelektrostansiyalar yoki issiqlik elektrostansiyalari va tabiiyki, agar biz issiqlik elektrostansiyalariga yuzlanadigan bo'lsak, ularda baribir yoqilg'i ishlatilishi, elektr energiya turbinalari ishlashi uchun va albatta yana o'sha biz qayta mavzuni boshiga qaytib qolyapmiz. Ekologiyaga baribir zarar ko'radigan ehtimol bu yerda ham qandaydir yechimlar barpo etilayotgandir bugungi kunda.
Albatta, bu borada agar yashil energiya manbalariga o'tadigan bo'lsak, juda ham o'zini samarasini yuqori darajada ko'rsatadi. Hozirgi kunda yaratilayotgan elektr energiyasi siz aytgandek, masalan uchun gaz yonilg'isini, ko'mir yonilg'isini yoqish orqali qayta ishlab berilyapti. Bu borada ham baribir samara bor, lekin keyinchalik mana shu ustuvor yo'nalishimiz yashil energiyaga o'tadigan bo'lsak, buni ham manfaatdorlik juda ham yuqori bo'lar edi. Rahmat. Yana bir ekspertimiz borlar. Shahnoz opa, sizga yuzlanmoqchi edim. Aytishlaricha, O'zbekistonda birinchi bo'lib elektromobil xarid qilib, uni haydagan inson siz ekansiz. Bu statistikani o'zingiz bilasizmi yoki kimdir aytganmi sizga? Albatta, birinchi bo'lmasligi mumkin, lekin birinchilardan deb Birinchilar qatorida. Birinchilardan qatoridami? Sababi u paytda haqiqatan O'zbekistonda deyarli kam odam haydaydi va unaqa rivojlanmagan edi. Nimaga bu unaqa qarorga kelganman? Chunki o'sha paytda Xitoy avtomobil industriyasiga qiziqib qolganman, obzorlar ko'rganman va bu narsa dunyoni keyinchalik shu rivojlanib ketishini va butun bozori O'zbekistonga ham kelishini bilganman. Chunki men marketologman, bu ish qilishdan oldin bozorni o'rganaman. Bu nafaqat biznes va boshqa narsalar emas va o'zimga kelganda ham nimagadir o'sha paytda hali BYD'lik kirib kelmagan O'zbekistonga Weltmeister degan mashina sotib olganman. Unaqa ko'p emas bu mashina hozir ham O'zbekistonda, lekin ustimdan rosa ko'p odamlar kulishgan. Mabodo ko'chada qolib ketsang, bizga telefon qilarsan, biz senga o'sha evakuatorlar olib keltirib, seni olib ketamiz. Keyin ko'plar kelib so'rashardi, qanaqa zaryadka qilasan, ko'rsat, qanaqa qilib bunaqa katta mashinani o'zi zaryadka, powerbankim bor deb kulardim. Qanaqa powerbank? Mosh sumkamda powerbankim bor, va shunaqa kuchi yetadimi deb odamlar shunchalik bexabar edi bu narsadan. Ishonishardi, kelib mashinamni ko'rib ketishardi. Mana hozir 4 yildan oshdi, уже almashtirmoqchiman, lekin aytmoqchi bo'lganim, mashina haqiqatan zo'r ekan. Zapravka nimaligini esimdan chiqib qoldi, servis nimaligini esimdan chiqdi va chet elda shunaqa siz aytgan mana shu gapga qo'shilaman. Yevropada уже anchadan beri bu narsa rivojlangan, o'zingizlar bilasizlar. Shunaqa hududlar bor shaharda, umuman benzin mashinalarini kirgizishmaydi. Parkoviy zonalar bor, shunaqa hududlar bor. Faqat elektromobillarga ruxsat bor kirishga. Shahnoz opa, savol. Endi birinchilardan bo'lish asosida bunday savollar va kulgiga qolish ehtimoli bor. Nima bilan taqqoslab elektromobilni afzal deyapsiz? Bundan oldingi mashinalaringiz qanday bo'lgan? Ya'ni o'sha DVS deyshadi-ku. Qanaqa avtomobillar? O'zani местный GM mashinalarini haydaganman, har xil mashinalar bo'lgan, Nexia, Cobalt. Realni sezgan farqingiz, ya'ni sizda boshqacha degan tushunchada emas. Mana bu deya olasizmi? Ha, sezgan, menga endi ayollar uchun juda ham qulay. Zapravkaga navbatda turmaymiz. Zapravkaga men o'ylayapman, keyinchalik misol uchun mashina o'zini yana yuvadigan bo'lsa, biz ayollar juda ham xursand bo'lardik, chunki biz mo'yga kirishgan ayollar uchun katta muammo. Ustiga kirmaysiz, mo'y almashtirmaysiz. Shunaqa 4 yildan beri misol uchun bir marta ham servisga bormaganman. Faqat o'sha balonimni davleniyasi sal tushib qolganda 2 marta kirganman. Siz bormagan bo'lsangiz, ustaga men ko'p ustaga borganman bu borada. Avtomobili sifatida Nilofarxon bilan ikkalamizga juda qiziq bo'lyapti. Qanday qilib 4 yil ichida gar u elektromobil bo'lsa-da, uni mexanik qismlarini moylab turishi majburiy bo'lgan joylari bor-ku, to'g'rimi? Keling, Nodirshoh, bu borada aynan yana ikkita ekspertimiz bor-ku bugun studiyamizda. Ular aynan bevosita shu bilan shug'ullanishadi. O'zi ustalar kulishadi-yu ayollarning ustidan. Oxirigacha avtomobil yura olmaydigan darajaga olib kelib, keyin bizga murojaat qilasizlar deb. Shunaqa murojaatlar bo'lib turadimi? 4 yildan keyin olib kelishadi servisga. Endi bizga 4 yil emas, 1 yilda ham ayollar juda ko'p kelishadi bizga. Misol uchun, nimasini qildiring? Hop, misol uchun sizlar aytyapsizlar, hozir moy almashtirmayman deyapsiz. Bu haqiqatan to'ppa-to'g'ri. Moy almashtirmaslik. Lekin qaysidir joyini moyini almashtirish kerak. Aniq esimda yo'q-u. Bitta reduktorini moyini almashtirish kerak. Reduktorning o'zining vaqti bor, 20 ming, 25 ming har xil. Ana mashinani modeliga qarab turib, har xil chegara berilgan. Lekin aynan bizni ekologiyamiz yaxshi bo'lmaganligi uchun reduktorni moyini vaqtliroq almashtirishingiz kerak, chunki ifloslanib qoladi deyshgandi. Men boshqa narsa haqida gapiryapmanmi yoki reduktor haqidami? Chunki menga reduktorimni 10 minggacha borib almashtiring deyshgan, borib almashtirganman moyini. 10 minggacha bo'lsa, lekin 10 minggacha bormaydi.
20 ming, 25 ming o'rtacha hisobda almashtirilyapti. Mana doim paytda. aldashadi-da, ko'rdingizmi? Endi- Shunaqa deyishgan o'shanda ham. Endi misol uchun har xil ustalar bor-da. Mana bunisi qildirish kerak desa, o'sha ayollar o'shani o'ylab yuradi-da, qildirishim kerak deydi. Endi mutaxassisga bog'liq hammasi. Kimga uchrashingiz. Ofitsialniy misol uchun sentrlarga borsangiz, ular to'liqroq sizga ma'lumot beradi-da, aniq qilib hamma narsasini ko'rsatib beradi. Shunga qarab almashtirsangiz bo'ladi. Endi misol uchun qarang, hozir dvigatelli bilan mana bu elektromobillarni solishtiradigan bo'lsak, dvigatelli mashinalarni albatta mana hozirgi kundagi elektromobillardan ko'ra ishi ko'proq chiqadi. Misol uchun o'sha benzinda yurgandan keyin injektori, svechasi har 20 ming, 25 ming, 30 mingda almashtirish kerak bo'lib qoladi. Elektromobillarda bunaqa muammolar yo'q. Bemalol haydab yursangiz bo'ladi. Bitta yonadi, bitta kuyadi, bitta tomon bo'lasan, to'g'ri aytasiz. Mana shaxsan men shunaqa muammoga duch kelganman. Avtomobilda ekrani o'chib qolgan o'zidan o'zi. Shunaqa bo'lgan, lekin menga aytganki, ozgina poylab turgin, o'chirsang keyin yana yoqiladi. Rostdan shunaqa bo'lgan, yoqilgan keyin. O'zi bir savol mana, o'zingiz moshina haydaysiz. Afzali, mana shu aytgan gaplaringizni ham hisobga olgan holda, o'zingizning fikringiz benzinmi yo elektrokarmi? Menda elektrokar ham bor, benzinli mashina ham bor. Misol uchun mana elektrokarni shaharda bemalol haydab yuriladigan bo'lsa, u misol uchun bizda poytaxtimiz mana Toshkentda quvvatlash stansiyalari bemalol ko'p. Ham uyga qo'yib olsa bo'ladi. Bizda sharoit bor demoqchiman. Mana agarda viloyatlarda, qishloqli taraflarda bo'lsa, elektrokarda odam qiynaladi. Chunki u yoqda elektr stansiyalar juda ko'p emas, ko'p o'rnatilmagan, kam. Misol uchun mana o'zim Jizzaxga borib keldim elektromobilda. Endi sal tezroq yurdim, endi hisobini olish uchun. Bordim, qaytayotganda lekin zaryadga qildim. Yetmadi. Yetmadi. Shundan kelib chiqib aytayapman. Misol uchun hozir dvigatelli mashinada borsam, bemalol borib qaytib kela olaman. O'sha viloyatlar bilan yursa, o'sha benzinli mashina yaxshi. Agar shaharda yuriladigan bo'lsa, bemalol elektromobil qulay deb bilaman. Sizlar ustalar endi ko'pincha haydovchilar avtomobilni olib kelganda ular bilan uzoq gaplashib turasizlar. Nafaqat avtomobil haqida, balki boshqa mavzularda ham, lekin ko'p haydovchilar aynan elektromobil inson sog'lig'iga ta'sir qiladi. Erkaklarga zararli tomonlari bor deyishgan. Shunaqa murojaatlar bo'lganmi? Ya'ni endi murojaat emas, shunaqa bir e'tirozlar. Bizda hali bir marta ham muammo klientlarimiz aytmagan. Hech kim aytmagan. Misol uchun o'zimiz ham men ham o'yladim, men ham olib bermoqchi bo'ldim. Yoshi katta odam, davleniyasi bu odamga zarar deyishdi. Lekin yoshi katta odam ham keldi, nima bo'lyapti? Sizga zararmi sog'lig'ingizga desa, yo'q, hech narsasi yo'q, zarar yo'q, mazza qilib yuribman deyishyapti. Shunaqa dedi. Shu gap. Bu borada bilasizmi, Mazutdas, aynan o'sha sizlarni yo'nalishga oladigan bo'lsak, biz ham onamizga mashina xarid qilayotganda hamkasblarimiz bilan suhbat qurganimizda aynan Nigora Karimboyevaga qo'ng'iroq qilgan edim va siz anchadan beri elektromobildasiz. Holat qanday? Qon bosimi masalasida qanaqadir bir o'zgarish? Yo'q, hech qanday muammoim yo'q dedi va deyarli 1 yil mobaynida o'zimni onam elektromobilda yuradilar va hech qanday gipertonik muammolarni biz ham kuzatmadik. Endi kimga qanaqa ta'sir qilsa kerak deb o'ylayman. Ehtimol shunaqa. Shunga qo'shimcha qilmoqchiman. Menga ham juda ham ko'p savollar bo'lgan. Boshida shunaqa miflar tarqalgan, odamning sog'lig'iga zarar, bosh og'riydi. Erkaklar hattoki keyinchalik farzand ko'ra olmaydi, ayollar ko'zlari yashil rang bilan olmaydi. Xuddi shunaqa bir gaplar men ham eshitganman. Men marketolog sifatida aytishim mumkin. Bu ham qanaqadir marketingga xuddi kimdir xohlamagan elektromobillar rivojlanishini, menimcha O'zbekistonda shunaqa miflar bu O'zbekistonda emas. Umuman shunaqa gaplar bor. Lekin bilmadim, hech unaqa narsani sezmadim. Fan bu haqda nima deydi? Tohir akadan so'raylik. Tohir aka, mana nima uchun bu savolni beryapman? Ko'pincha vaqtim bo'lmaganligi uchun men zaryadka qilayotgan paytimda avtomobilimni tashab qayergadir borib kelgani qaytishga imkoniyatim yo'q-da. Men zaryadkaga qo'yaman-da, kun sovuq bo'lsa, yomg'ir yog'ayotgan bo'lsa, qor yog'ayotgan bo'lsa, avtomobilimni ichida o'tirib turishni afzal deb bilaman. Lekin menga aytishadiki, zaryadka qilayotgan paytda avtomobil ichida o'tirish zararli, xavfli deyishadi. Bu rostmi? Mana shu hozirgi kundagi elektromobillarni o'rtacha tekshirilgandagi uni magnit maydoni 0,1-0,2 mikrotesla atrofida bo'ladi. Bu juda ham kichik ko'rsatkich. Biz mana hozirgi kunda agar solishtiradigan bo'lsak, qiyoslaydigan bo'lsak, mana hozir magnit rezonans tomografiyalar bor, MRT. Shularda tushadigan bo'lsak, Toshkent shahrida hozirgi kunda eng kichkinasi 0,5 Tesla bo'ladigan bo'lsa, 1,5 Teslagacha tushiradigan MRTlar bor. Demak, bu ko'rsatkichdan salkam 1000 barobar kichkina ko'rsatkich ko'rsatyapti.
Endi ikkinchisi sizni mana bu zaryadlanayotgan paytda iloji boricha avtomobildan tushib turgan ma'qulroq, chunki zaryadlanayotgan paytda magnit maydon kattaroq bo'ladi. Mana hattoki telefonda ham inson zaryadlanayotgan paytda o'zingizni yotog'ingizdan uzoqroq joyda qo'yishni tavsiya qilinadi, shu magnit maydon ta'sir qilmasligi uchun. Lekin harakatlanishda yoki boshqa joyda umuman buni magnit maydoni insonga ta'siri yo'q. Bu yaxshigina himoyalangan, batareya ham kuzovni pastki tomoniga qo'yilgan, simlar qayta himoyalangan, izolyatsiyalangan, ekranlashtirilgan. Buni hech qanaqa inson salomatligi uchun ziyon tomoni yo'q deb bilaman. Ustalarimizga yana bitta savol bilan murojaat qilmoqchi edim. O'sha dizelda, benzinda yuradigan avtomobillarni ta'mirlaydigan ustalarni ko'p topsa bo'ladi, har qadamda bor. Lekin elektromobilni tushunadigan yaxshi ustani topish muammosi shaxsan men uchun, o'zim shu muammoga duch kelganim uchun. Nimaga shunaqa va qachon bizda shunaqa professional, ishga vijdonan yondashadigan ustalar ko'p bo'ladi? Endi bizda ham hozir o'quv malakalar oshirilyapti mana shu ustalar bo'yicha. O'zida ham mutaxassislarimiz bor. Mana shu elektromobil to'g'risida, misol uchun kompyuterlari, keyin batareya zaryadlash hamma qismini o'rganib chiqilyapti. Endi bizda ko'p har xil kelyapti-da modellar. O'sha har bitta modellar hammasining programmasi boshqa. Misol uchun proshivka qilish mumkin, o'zbek tiliga va rus tiliga o'tkazish kerak bo'ladi. Mana shu borasida mana o'zlarining ustalar bor, Lenur akam. Ular ham ancha o'qib chiqib, hamma narsasini beradigan darajada bo'lib, xudo xolisa rivojlantiryapmiz. Endi bu borada yana shogirdlar olinyapti. Shogirdlarni ko'paytirib, elektromobillar bo'yicha mutaxassislarimizni ham ko'paytirish yo'lga qo'yilgan. O'zbekistonda ana shunday mutaxassislarni yetishtirish imkoniyati bormi? Albatta, bu borada respublikamizda qator texnika oliy o'quv yurtlarida mana shu elektromobillar yo'nalishlari ochilgan. Jumladan biz mana shu Toshkent shahridagi Turin Politexnika universitetimizda ham elektromobillar va ularning infrastrukturasi amaliy ilmiy laboratoriyamiz mavjud. Bu yerda talabalar mana shu bular aytib o'tgandek, mana shu elektromobillarga xizmat ko'rsatish, ularni ta'mirlash bo'yicha o'z malakalarini oshirishmoqdalar. Lekin bir narsani aytib o'tgan bo'lardim, albatta elektromobillarni texnik servis xizmat ko'rsatishda albatta avtorizatsiyadan o'tgan servis korxonalari bilan ishlashni tavsiya qilgan bo'lardim. Chunki asosan mana shu har bir kompaniyani o'zini avtorizatsiyasidan o'tgan, ya'ni litsenziyaga ega bo'lgan ustalar mana shuni o'zini dostupi, ya'ni imkoniyati mavjud bo'ladi. Demakki, bitta usta hamma avtomobilni ko'rib bera olmaydi. Chunki buni aytgandek, mana bu hammasining dasturiy ta'minoti har xil, ularni reglamentlari har xil. Bu borada alohida e'tirof qilishimiz kerak bo'lgan ma'lumot bor. Ma'lumotlarga ko'ra 2024-yilda import qilingan avtomobillarning 55-7%ni elektromobil va gibridlar tashkil qilgan. 2025-yil 1-iyul holatiga ko'ra mamlakatimizda jami 73,6 ming elektromobil ro'yxatga olingan. Bundan tashqari Xitoyning Yutong kompaniyasi ishlab chiqargan 524 ta elektrobuslar poytaxtimiz yo'nalishlarida harakat qilib kelmoqda va 2030-yilga kelib ularning soni 1200 gacha oshirilishi ko'zda tutilgan. Aytaylik, bitta avtomobil shahar sharoitida 12 litr benzin iste'mol qiladi. Elektromobil shahar sharoitida 100 km uchun 15 yoki 18 kilovat tok iste'mol qiladi. Endi taxminan 500 km masofani bosib o'tish uchun benzinli avtomobil 60 litr benzin demak sotib olishingiz kerak. Hozirgi kunda 12 mingdan bo'ladigan bo'lsa 720 ming so'm bo'ladi. Endi 500 km bosib o'tish uchun elektromobil taxminan 75 kilovat tok zaryadga qilish kerak. Agar u uyda zaryadlaydigan bo'lsa 75 kilovat 1000 so'mdan bo'ladigan bo'lsa, o'zingiz bilasiz 75 so'm bo'ladi. Agar bordi ko'chada 2000 so'mdan qiladigan bo'lsa 150 ming so'm. Demak, endi bemalol uni taqqoslashingiz mumkin. 720 ming so'm va 75 ming yoki 150 ming so'm. Necha barobar arzonligini ko'rishingiz mumkin. Lekin keyinchalik avtomobilni sotmoqchi bo'lsangiz, uni xarid qilgan narxingizdan 2 hattoki 3 baravar kamroqqa berib yuborishga majbursiz. Ya'ni avtomobilni o'zgartirmoqchi bo'lsangiz ham, bo'lganmiz ham va bu o'sha benzinni bilan taqqoslaganda ancha yo'qotish bo'lyapti. Dunyo tendensiyasi shunaqa. Ishlatilgan avtomobil har qanday u benzinli bo'lsin, dizelli bo'lsin, elektromobil bo'lsin, ishlatilgani albatta arzon turadi. Bu dunyo tendensiyasi bo'lmasa. Uzoq muddat davomida bularni cho'pchak deb bilardik, chunki biz foyda qilardik mashinani haydab. Mayli, bu boshqa ko'rsatuv mavzusi. Blitzlarga qaytamiz. Demak, elektromobilni quvvatlash arzonroqmi yoki benzindan ham qimmatmi degan savolga tayin javob olib bo'ldik. Elektromobil sotib olishda birinchi o'ylash kerak bo'lgan narsa narxmi yoki quvvatlash stansiyasimi? Yurishingizga bog'liq. Shaharda yuraman desangiz, elektromobil juda ham yaxshi.
agarda yo'q viloyat yuraman desangiz, уже benzin yokida gibridni olganingiz ma'qul. Ko'proq dizayn, необычный dizaynga qaraladi. Ayol kishini javobi, boshqa javob ham kutmagandik. Tohir aka, siz nima deysiz? Demak, elektromobil sotib olishda albatta yashash joyidagi infrastrukturani birinchi aniqlab chiqish kerak. Agar infrastruktura yaxshi bo'ladigan bo'lsa, elektromobilni qimmatidan olgan ma'qul. Shahnoza opa, aytingchi, eng katta qo'rquv yo'lda zaryad tugab qolishmi yoki stansiyada joy topa olmaslikmi? Yo'lda to'xtab qolish. Ko'p bo'lganmi? Bo'lmagan, lekin boshida olganimda quvvatlash stansiyalar bo'lmagan. O'shandan qo'rqardim, lekin ehtiyotlab yurardim har doim. Xuddi ustiga borganingizda zaryadkani ham oxirigacha 0 bo'lmaguncha yetkazib olib borgansiz. Shunaqa. Xo'sh, quvvatlash stansiyasi qancha vaqtda investitsiyani qaytara oladi? Taxminan 1 yildan 3 yilgacha bo'lgan muddatda o'zini to'liq qoplaydi. Kelajak elektromobillardami yoki gibrid avtomobillardami? Уже bu yog'i kelajakda hamma уже elektrga o'tadi. Kimgadir elektromobil, kimgadir mana shu benzin yuradigan mashinada. Shinavandalari bor, haligacha yurishadi. Shu 40 litr benzin ichadigan bo'lsa ham taxoda ham yurishibdi mana hozir. Qo'shimcham bor, mani ustimdan kulib yurgan odamlar hozir elektromobilda yurishibdi. Agar sizlarda imkon bo'lsa va o'z takliflaringizni bering deyishganda ushbu infratuzilmada nimani o'zgartirgan bo'lar edingiz mamlakatimizda? Demak, shahar ekologiyasini yaxshilash, infraturani yaxshilash uchun albatta birinchi bosqichda shahar transporti, tijoriy avtomobillarni elektrifikatsiyadan o'tkazish kerak. Ya'ni elektr avtomobillarga o'tkazish kerak. Bundan keyin avtomobil sohiblariga maqsadli subsidiyalar, grantlar berish orqali ulardagi mavjud avtomobillarni ham elektromobilga o'tkazishga harakat qilgan bo'lardi. Aytish mumkinki, elektromobillarni rivojlantirish zamon talab qilayotgan yo'nalish hisoblanadi va O'zbekistonda ham aynan mazkur yo'nalish ommalashib borayotganligi nafaqat yangi ish o'rinlarining yaratilishi, yangi texnologiyalarning joriy etilishi, balki tadbirkorlikni ham rivojlantirish va ekologiyaga zararni kamaytirish uchun ham yangi imkoniyatlar eshiklarini ochib bermoqda. Ammo elektromobillardan foydalanish aholi orasida ancha ommalashgan va quyidagi yechimlarni o'z-o'zidan taqozo qiladi. Quvvatlantirish stansiyalarini uzluksiz yashil energiyasi bilan ta'minlash, elektromobillarning akkumulyatorlarini ta'mirlash va utilizatsiya qilish, malakali kadrlarni tayyorlash va elektromobillarga sifatli xizmat ko'rsatadigan markazlarni rivojlantirish. Siz bilan yana ko'rishguncha, xayr, bu o'zimizda tok shousi edi. Muhokamali mavzular bilan yana ko'rishamiz. Salomat bo'ling.